Assalomu alaykum, litlar hammaga xayrli kun. Boshlagan kuningiz xayrli o'tsin. Biz bo'lsa boyatani olib doktorga ketamiz. Shu tip transport etib ketkim keldi. Men bu velini adamga birinchi adamga olib bergan narsam mana shu. Shu velini men oyligimdan orttirib pul to'lashga olib bergan edim. Ishxonaga borib kelardilar. Keyinchalik bunday o'ylab qarasam, adam oyoqlariga nagruzka ekan. Chunki adam oyoqlarida varikoz bor. Keyinchalik yana pul yig'dimda va adamga buni olib berdim. Buni men haligacha o'zim ham uchib turaman, Elbekka borib kelish kerak bo'lsa. Keyin qarasam, skuterda qishda qiyin bo'lyapti. Yana pul yig'dim va hozir mana bu toychoni egasilar. Buni qaranglar, haydab turishini qaranglar. Balki endi bu kichiklarga qotgani uchun yana azina pul yig'ib, toptaroq yana ham komfortliroq olib beraman. Xullas nima? Mani ko'zim yetmagan boshda mashina olib berishga. Men o'zi jeli olib berganimni bilasizlar, mashina olib berganda xursand bo'lganman. Chunki men otam uchun nimadir yaxshi ish qilgan edim o'shanda. Birinchi o'zimni yonimdan ketkizib, ko'proq pul ketkizib qilib bergan yaxshi ishi mana shu veli bo'lgan. Undan keyin bu skuter bo'lgan. Undan keyin bo'lsa mana shu skuterchi bo'lgan. Lekin mashina olib berish meni yetti uxlab tushimga ham kirmagan edi o'sha paytlar. Hammasi niyatga bog'liq ekan. Qisqa qilib aytganda kuninglar yaxshi o'tsin. Men hali ko'p aloqaga chiqaman bugun nasib. Ada sizga mashina. Qanaqa mashina? Yo, ovora bo'psan. Mashina. Qanaqa mashinasi? Mana turibdi. Ada? Men mashina sizga. Qanaqa mashina? Ovora bo'psan-da. Kerak emas-ku. Voy, rostdan mana shu mashina sizga. Yo'q, qo'ysin-chi. Video emas, rostdan sizga mana shu mashina podarkada. Tug'ilgan kuningizga. Rostdan podarka. Champion bo'lsin. Bo'lishi mumkin emas. Va men fursatdan foydalanib otamga rahmat aytmoqchiman. Ada. Bergan tarbiyangiz, urmaganlaringiz, besabab so'kmaganlaringiz. Sizga ozgina bola bo'lib maqtansam, yo kibrlanib ketasan. Har doim kamtar bo'lgan deb bergan o'gitlaringiz uchun rahmat. Hammalarning ishiga rivoj bersin, topgan tutganiga baraka bersin. Shu mashinadan yaxshiligi meni. Rahmat. O'tiringlar.